Endi poddelka bo'lmaydi. Mana Qahramon tabib brendi ostida Halila. Ko'ryapsizlarmi? Poddelka bo'lmaydi. Arzonlashdi. Xo'sh, nimalarga foyda? Qarang, izjoga, повышенная кислотность, тошнота и рвота, ichki organizm, язвенная болезнь, ya'niki, buni ko'ryapsizlarmi? Oshqozon uchun ichak faoliyat ko'zni chiqarib yuboradigan. Qahramon tabib brendi ostida endi poddelka qilisha olmaydi. Arzonlashtiradi. Qarang. Agar joyidan kelib olsangiz, mana telefona call centerda nomerni aytay. 99lik kod bilan 612 1222 telefon qilsangiz, agar joyidan borib olsangiz 280 ming so'm. Agar dastavka qiladigan bo'lsa 350 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavka. Xohlasangiz joyidan oling. Bizda do'konlarimizda 300 ming so'm. Yosh bolalarga buni qarang. Ana yosh bolalarga shiringina uzum shinnisi bor, buni qarang. Buni qarang. Yosh bolalarim ichadi. Immunitetni ko'taradi. Oshqozon ichak faoliyat ko'zni. Yosh bolalarga ham. Yosh kattalar katta bir osh qoshiqda 2-3 mahal ozroqni suvga solibda. Maza qiladi yosh bolalar. Tushundingizmi? Call centerga murojaat qilsangiz, aytdim narxlarni. Do'konga kelib olsak, do'konda ham arendasi bor. Xullas shunaqa 280 ming call centerdan joyiga borib oling yoki 350 mingdan dastavka qildiring. Qahramon tabib brendi ostida endi hech kim poddelka sota olmaydi. Tushundingizmi? Bo'pti. Salomat bo'ling.